عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Mo'min mo'minning ko'zgusidir. Mo'min mo'minning birodaridir dedilar. Abu Dovud va Buxoriy Al-Adab al-Mufradda rivoyat qilishgan. Izoh: kishi yuzidagi aybu nuqsonini ko'zguga qarab bilganidek, o'zi yo xulq atvoridagi aybni birodarining nasihati orqali biladi. Shayx Muhammad Avvoma aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam nasihatgo'y mo'minning holatini ko'zguga o'xshatdilar. Chunki ko'zguning ikki sifati bor. Biri soqovligi, ikkinchisi esa sodiqligi, ya'ni rostgo'yligidir. Go'yo Nabiy sallallohu alayhi va sallam nasihatgo'y mo'minga qarata: birodaring uchun xuddi ko'zgudek bo'l. Unda biron aybu nuqson ko'rsang, unga maxfiy nasihat qil va bu nasihatingda sodiq, rostgo'y va xolis bo'l. Xuddi ko'zgu ham qarshisidagi kishiga biron narsa qo'shmay yo noqis ham qilmay, uning aynan aksini ko'rsatganidek degandeklar.